Assalomu salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Baskin. Hozir men sizlarga Minecraft ya'ni launcherga skin o'rnatishni o'rgataman. Xo'sh, birinchi bo'lib kimda Google bo'lsa, shuni bosamiz. Ba'zi birlarda Yandex bo'lishi mumkin. Yandex browser ya'ni. Bu yerga birinchi o'rinda launcherni o'zini yozamiz. Yozib oldik. Shunday kiradi. Agar bu yerda o'zingiz registratsiya qilib kirgizgan bo'lsangiz, shu yerda akkauntingiz chiqqan bo'ladi. Xo'sh, o'shanga bosamiz. Va bu o'zimning skinim. Men sizlarga hozir skinni qanday o'rnatishni o'rgataman. Download skinni bosamiz. Bu yerdan o'zimizga yoqqan skinni tanlab olamiz. Masalan, aytaylik, men mana buni tanladim. Downloadni bosamiz. Yana qaytib shu yerga boramiz. Bu juda ham oson aslida. Mana shuni akkauntimizga yana bir marta bosamiz. Upload skinga bosamiz. Va o'sha o'zimizning skinimizni narsasini ko'rib olamiz avvaliga. Ctrl-J ni bossalaring chiqadi o'zi. Hozir mana shu yerda turgan bo'ladi. Xo'sh, biz mana bu yerdan keyin o'zi upload skinga bossalaring, shunga bosasizlar. Mana shunga bosasizlar. Va mana shuni bosib almashtirib bosinglar bo'ladi. Hozir men bu skinni yo'qotib qo'yishim mumkin. Topa olmayman buni. Ancha izlab topganman o'zim ham. Nomini chunki uncha bilmayman. Shuning uchun mana shuni bosib shunga bosasizlar va shu bilan yangilanadi. Qaranglar, shu akkaunt mana shu o'zingizlarning akkauntlaringda launcherni o'zga ham kirgizgan bo'lishlaring kerak. Va launcherga kirasizlar, o'sha akkauntlaringni ulasizlar. Va shu bilan o'zi chiqadi. Faqatgina TL degan yozuv turgan mana shunaqaga o'tadi. O'zlaringga yoqqan versiyani TL belgisi turgan narsani shunaqa model o'tkazsalar bo'ladi. Skin o'tkazsalar bo'ladi. Masalan, mana bunaqa Optifine'lar ko'p kishi o'rnatadi. Bunaqaga o'tmaydi. TL belgisi turganga faqatgina o'tadi. Masalan, hozir o'zim o'rnatgan, boya aytganimdek o'rnatgan skinim bor. OK deb bosasizlar. Enter again. Xo'sh. Men animelardan qaysi anime yoqadi sizlarga aytib yozib qoldiringlar. Menga Gojo yoqadi. Xo'sh. Kirdik. Va masalan, mayli olam yaratamiz o'zimizga. Yuklab ham oldik. O'zimizda skinimiz birinchi Steve bo'ladi, keyin mana shu o'zimiz tanlagan skin yangilanib qoladi. Va mana agar bu serverlarda ishlamayotgan bo'lsa, hozir uni ham ko'rsatib beraman. Ishlaydi serverlarda ham. Boshqalarga ham ko'rinadi. Xo'sh, multiplayer birinchi bo'lib mana bu skin turadi. Almashtirib olamiz. VE katta E turdi. Juda ishlamayapti. Boshqatdan kiramiz unda. Bu yerga qaramay turasizlar. O'zimning loginimni ko'rsata olmayman sizlarga. Yopib turaman, chunki men sizlarga loginimni ko'rsata olmayman.
skinimiz turadi. Boshqa serverlarda ham turadi o'zingiz skiningiz. Va endi maroqli o'yinga marhamat. Kenglar hozir sizlar bilan o'ynaymiz. Bedwars o'ynab ketamiz burada. Menda Bedwars ishlashi sal qiyinroq. Nimadir verify etmay nimadir chiqadi. Bu to'g'risida bilmayman hozirchalik. Shuning uchun boshqa narsa o'yin olaman. Asosan bunda box bo'ldi ishlaydi. Sizlar bilan yana nima o'ynasam bo'lar ekan? Narxi Bedwars box bo'lib arkade. Survivalda ishlab beradi. Skinimiz turadi. Kanalimga like bosib olmayang. Hammaga xayr do'stlar. Xayr. Salomlashyapmiz bilan. Bizni salomlab qo'yamiz.